Sirdaryoda Yashil makon loyihasiga start berildi. Yashil makon loyihasida kimlar ishtirok etmoqda? Bugun erta tongdan Sirdaryo tumanida Yashil makon loyihasiga start berildi. Ushbu loyihada erta tongdan mahalladagi Sirdaryo tumanidagi yoshlar ishlari hamda bir guruh faol yoshlar ishtirok etishmoqda. Yashil makon loyihasida ko'zlangan maqsad Ushbu Yashil makon loyihasida ko'zlangan maqsad birinchi navbatda tabiatni, atrof-muhitni asrab-avaylash. O'z navbatida faqat daraxt, ko'chat ekish emas, balki kelajagimiz uchun mas'uliyat urug'ini ekish bilan barobar hisoblanadi.